Jamshid aka, uyingizni bitirdik. Ha. Endi taassurotlaringiz aytsangiz. Taassurot yaxshi ballar. Farruxni ustozi bilan bizlar aka-uka, Yosh aka bilan shu tavsiya qildilar. Ballar yomon emas. Zo'r ishladi. Mana ishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Addushi ishlaydi. Bir ishga kelsa agar boshqa ishni olib, sarson bo'lib, aka kelyapsizmi, bunaqa gaplar yo'q. Ballar shu gazni bosib, mana chiroyli qilib berdi. Rahmat bularga, ishlariga omad. 20 kunga, maksimum 25 kunga bitirib berdi-da shu obyektni. Bu ham poputni qolgan ishlar bilan birgalikda ketganda. Birgalikda ketdi. Bitta elektrik emas. Boshida stabilni ketdi-da, ish hammasi zakonli ketdi. Ularga bu yerda bir 20 ta usta ishladi. O'sha nimasini topib, gazni borib, travislarini almashtirib berib, chiroyli qilib, nima qilib, yaxshi ballar. Tavsiya beraman, biron xizmatlar bo'lsa aytinglar.